Hammaga salom. Men har doim Safiya narsalarini maqtab, hamma o'rtoqlarim olib kirardim. Bu safar biz Gangadagi Safiyaga keldik. Gangada shuni hamma bilsa kerak. O'shadan fresh oldik. Yablочный mana. И вот. Mana kichkina idishga, shu kofeni idishga solib berishibdi. O'rtog'im mendan недовольный, nega unaqa Safiya sen maqtaysan har doim deydi. Endi nima qilamiz endi, bu yo'q nima bo'lib ketdi. Обычно mana bunaqa steklanni emas, anaqa plastmassaviy ko'rinadiganida berishligi kerak edi. Lekin bunaqada plus еще 28 mingdan ekan. Sezamda qancha dedingiz? 22 mingmi? 22 ming и plus ko'proq beradi. 400 ml, a saboyga 0,5 qilib berishadi, yarim litr. Bu kichkina, bu qancha o'zi? Bilmayman, lekin qancha, menimcha 200 chiqadi bu. To'g'rimi yo'qmi bilmayman, но ozgina kattaroq qilib idishni ham to'g'ri qo'ysanglar, menimcha приятныйroq bo'lardi hammaga. Hammaga salom. Hozir mana ichib ko'rdik. Ulobarli uchta. Markovni o'rtog'im xohlaganda, markovnisi yo'q ishdi. И только яблочный oldik. Mana. O'rtog'imga yoqmadi. Taxirroq ekan. Yo'q, hozir yo'q ekan, chiqyapti. Ha, Просто taxirroq ekan. Juda taxir. Shunaqa. Nimadir endi qilish kerak. Yaxshilash kerak. Потому что naparot bo'ldim.